Agar sizda viza istoriya yaxshi bo'lmasa yoki vizadan отказ olgan bo'lsangiz, men sizga hozir bitta zo'r strategiya aytaman. Bu strategiya orqali viza olish ehtimolingiz bir necha baravarga oshadi. Bu strategiya bilan ko'plab mijozlarimizga viza olishlariga yordam berganmiz. Bunaqa holatda viza istoriyasi yaxshi bo'lgan va ishxona hujjati kuchli bo'lgan odamni birgalikda vizaga topshiradigan bo'lsangiz, viza olish ehtimolingiz ancha baland bo'ladi. Yaqinda bizda shunaqa case bo'ldi. Bir mijozimiz Yevropa vizasidan отказ olgan ekanlar. Ularga maslahat berdik. Yevropa vizasidan отказ olmagan va viza tarixi yaxshi bo'lgan odam bilan birga topshirsangiz, viza olishingiz ehtimoli ancha baland bo'ladi deganimizda, o'zlarini bir do'stlarini olib keldi. Ularning viza istoriyasi ham zo'r, ishxona hujjatlari ham kuchli bo'lgani uchun ular bilan birga topshirganimizda отказ olgan mijozimizni hujjatlarini bular tortib ketib, viza olishlariga yordam berdilar. Shunaqa holatda biz ularning ikkalasiga ham Schengen vizalarini olib berdik. Agarda sizda ham xuddi shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, viza istoriyasi baland va ishxona hujjati kuchli bo'lgan odamlar birga vizaga topshiradigan bo'lsangiz, viza olish ehtimolingiz ancha baland bo'ladi. Chunki bunaqa holatlarda elchixona sizni yolg'iz sayohatchi emas, guruhli sayohatchi deb ko'radi va viza berish ehtimoli ancha baland bo'ladi. Bu bizni sirli strategiyamizning bitta kichkinasi xolos. Agar sizda ham отказ bo'lsa yoki viza tarixingiz yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, pastdagi tugmacha orqali ro'yxatdan o'ting, biz sizga aloqaga chiqamiz va viza olishingizga yordam beramiz.